Bitta Indoneziyada o'qiydigan tanishim bilan gaplashdim-da, o'qishini ta'riflab berdi. Haligi talablarini eshitib, yaxshi ham Rossiyada o'qigan ekanman dedim. Mana qo'ylikka moyilligi yo'q, hali nohaqlikka chidab tura olmaydigan xarakterim bilan men Indoneziyada o'qisam 1,5 soatda o'qishdan haydalib ketardim ekan. Metr kam rishon bo'lib, nafas olishni ham pulli qilib qo'yishardi ekan menga, ishonsanglar. Chunki ularda forma majburiy ekanda, bizda farqi yo'q. Sovqatmasang tursida kelib o'qib ket bolam deydi. O'ruslar bolam deyishni o'rganishib olgan. Endi men qaranglarda, u mana har bitta universitet bilasan 30-35-40 yoshli normal ustozlar bo'ladi, keyin bam bitta 200 ga kirgan ustoz bo'ladi, bilasan? Yosh sizlardan ko'ra Stalinga yaqinroq. Xuddi shu ustoz, ular medinist o'qigani uchun oq xalatda kelish majburiy ekanda, oq xalatda kelmasa darsga kirgizmaydi ekan. Kallani qarang, to'g'ri fikrlashini. Xirurg operatsiyadan chiqdi. Nimaga bemorni o'ldirib qo'ydingiz desa, o'sha darsga oq xalatda bormaganim uchun deydi-yu, to'g'rimi? 1000 tadan 3000 ta holatda shunaqa bo'lib chiqadi-yu. Lekin 1000 tadan bitta ham holat kelib chiqmaydi. Shu oq xalatda bormagan uchun darsga kirgizmagani uchun o'ldirib qo'ydim demaydi-yu.